buyuk shaxslarni tarix yaratadi deydilar. Bunga qo'shimcha qilib, Sohibqiron bobomizning so'ronli hayotini hayolimizdan o'tkazib, buyuk shaxslarni millat qayg'usi, xalq dardi yaratadi deyish mumkin. Umrining mazmunini millatning dardlariga darmon bo'lishdan iborat deb bilgan Amir Temur xalqimizning ana shunday ardoqli ulug' farzandidir. 1996-yil Sohibqiron Amir Temur xalqimiz qalbiga buyuk rahnamo sifatida qayta kirib kelgan sana. Tarix bu muborak sanani hech qachon unutmaydi. O'shanda xalqimizning ma'naviy hayotida chinakam to'y bo'ldi. Ayni tarixiy sana mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning nomi bilan bog'liq. Уважаемый господин Фредерико Майор, уважаемый господин Ширак, дамы и господа. Muhtaram Federico Mayor janoblari, xonimlar va janoblar. Avvalo o'zbek xalqining buyuk farzandi Amir Temur tavalludining 660 yilligiga bag'ishlangan Temuriylar davrida ilm-fan, madaniyat va ma'rifning gullab yashnashi haftaligini o'tkazishga e'tibori va madadi uchun UNESCO rahbariyatiga samimiy minnatdorlik bildirishga ruxsat etgaysizlar. 16-asrdagi bu buyuk shaxs sharafiga tantanalar Parijda, Yevropaning qoq markazida, tarixning o'zi yaqqol ko'rinib turgan ma'rifat, ilm-fan, san'at, abadiy go'zallik shahrida boshlanayotgani chuqur ramziy ma'noga ega. Bugun ochilayotgan va Amir Temur hamda Temuriylar davrining ulug'vor madaniy yutuqlariga asoslangan ko'rgazma o'tmish davrlardagi bebaho yodgorliklar, O'zbekiston tasviriy san'ati va xalq ijodiyoti namunalari bilan tanishish uchun ajoyib imkoniyatdir. Amir Temurning tarixiy xizmati yana shundan iboratki, uning harakatlari tufayli Osiyo va Yevropa davlatlari tarixida birinchi marta yagona jo'g'rofiy siyosiy makonda ekanliklarini his etdi. Bu faqat ulkan afzallikdagina emas, savdogarlar, xalqlar hech qanday to'sqinliksiz harakat qiladigan yangi yo'llarning ochilishida ham namoyon bo'ldi. O'zaro ishonch, hamkorlik, umumiy murosaga kelish mumkinligiga aminlik o'sha murakkab va jo'shqin davr quvonchlari va azoblarida vujudga kelgan asosiy qadriyatlardir. Buyuk strateg, mohir siyosatchi, eskirgan ijtimoiy munosabatlarning qat'iy islohotchisi, savdo-sotiq, hunarmandchilik va madaniyatning homiysi bo'lgan Amir Temur qonunlar va urf-odatlarga asoslangan davlatni barpo etdi. O'zbekiston xalqi Fransiya, Buyuk Britaniya va Germaniyada, boshqa g'arb mamlakatlarda Amir Temur shaxsi bilan qiziqish hech qachon so'nmaganiga minnatdorlik bilan qaraydi. Bu yerda 15-asrdayoq Amir Temurga yodgorlik o'rnatilib, unga Yevropaning xaloskoriga degan chuqur ramziy ma'noli so'zlar yozib qo'yilgan. Ayni Amir Temur bosqinchi to'dalarining Yevropa ichkarisiga qilayotgan harakatiga chek qo'yganini, boshqa tajovuzkorlik yurishlarini uzoq muddatga to'xtatib qo'yganini hozir inkor qilib bo'lmaydi. Ma'rifatli Mavaron Nahr ruhi Temuriylar davrida fan va san'atning gullab yashnagani, Yevropada uyg'onish jarayoniga hayotbaxsh ta'sir etganini, umumjahon taraqqiyotiga ko'maklashganini anglab faxrlanamiz. 1996-yilda Sohibqiron Amir Temurning 660 yilligi yubileyi munosabati bilan Vazirlar Mahkamasining 99-sonli qarori chiqdi. Bu qarorda Temuriylar tarixi davlat muzeyini ta'sis etish ko'zda tutilgan edi. Bu ham bevosita prezidentimizni tashabbuslari va rahnamoliklarida amalga oshirildi. Juda qisqa davrda bu bino qurib bitkazildi va 1996-yil 18-oktyabrda xalqimizga prezidentimiz tomonidan tuhfa etildi. Hammamiz yaxshi bilamizki, tarixda mashhur jahongirlar ko'p o'tgan. Lekin ayting, dunyoning qaysi yerida, qaysi zamonda Amir Temurdek buyuk sarkarda, Amir Temurdek buyuk davlat arbobi, Amir Temurdek ilm-u fan, ma'naviyat va ruhoniyat homiysi bo'lgan. Bugun hayotimizning barcha jabhalarida adolat,
va haqiqat qaror topayotgan tarixiy bir davrda shu fikrni alohida ta'kidlashni istardim. Amir Temur bizning sha'an shavkatimiz, g'urur iftixorimizdir. Amir Temur xalqimiz dahosining timsoli, ma'naviy qudratimiz ramzidir. O'z davrida yuksak sarkardalik salohiyatini namoyon etgan, madaniyat va ma'rifat homiysi sifatida butun dunyoga dovruq yoygan Sohibqiron bobomiz hayoti haqidagi asl tarix sobiq Shoro zamonida butkul buzib talqin etilgan edi. Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, Temuriylar tarixi davlat muzeyi Sohibqiron Amir Temur shaxsiyatiga nisbatan yurtimizda tarixiy adolat tantana qilganining yana bir isbotidir. Bugun zo'r shodiyona bilan ochilayotgan Temuriylar tarixi davlat muzeyi Sohibqiron shaxsiyatiga nisbatan yurtimizda tarixiy adolat tantana qilganining yana bir amaliy isbotidir. Aytish mumkinki, Amir Temur xiyoboni go'zal bir uzuk bo'lsa, bu muzey shu uzukning yoqut ko'zidir. Muzeyni ziyorat qilgan har bir inson mening bu so'zlarimni shiorona tashbih yoki mubolag'a emasligiga ishonch hosil qiladi. Bu muzeyda bizning O'zbekistonimizning o'tmishini ham, bugungi kunimizni ham va buyuk istiqbolimizni ham bamisoli ko'zguda aks etgandek namoyon qiladi. Вы побывали в музее Тимура, потрясающий музей. Я там сказала, что, вы знаете, я еще раз убедилась в мудрости вашего президента. 96-й год, масса проблем, которые надо решать, да, куда вкладывать деньги. И то, что президент на этом этапе определил приоритет создания музея, чтобы мы не были манкуртами, не помнящими родства, что мы воспитывали на своей истории, на своих национальных традициях, воспитывали уважение к своей истории страны. Мы по-доброму позавидовали, говорю как есть. Bizning yo'limiz Sohibqiron ko'rsatgan va birinchi prezidentimiz da'vat etgan adolat yo'lidir. Aynan shuning uchun oradan asrlar o'tgandan keyin ham bu tarixiy sanalar albatta eslanadi.